Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Netanyahu bilan g'arbiy sohil masalasida to'liq kelishmadik, dedi Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp kecha 29 dekabr kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan Isroil tomonidan ishg'ol qilingan g'arbiy sohil masalasida to'liq bir fikrga kelmaganini aytdi. Biroq respublikachi lider qaysi masalada kelishmovchilik borligini aniq aytmadi. Florida shtatining Mar-a-Lago qarorgohida Netanyahu bilan uchrashuvdan keyin o'tkazilgan brifingda Trampdan g'arbiy sohil bo'yicha Netanyahuga qandaydir xabari bor yo'qligi va u yerdagi yahudiy ko'chmanchilar zo'ravonligi tinchlik jarayoniga putur yetkazishdan xavotirdamiz deb so'rashdi. Biz g'arbiy sohil haqida uzoq vaqtdan beri katta muhokamalar olib boryapmiz. Aytmasdimki, bu masalada 100% kelishmaganmiz. Lekin g'arbiy sohil bo'yicha bir qarorga kelamiz, dedi Tramp. Ular o'rtasidagi kelishmovchilik nima ekani haqida so'ralganda esa Tramp: "Men hozir buni ochiqlamoqchi emasman. Vaqti kelib e'lon qilinadi. Netanyahu to'g'ri qaror qabul qiladi", dedi prezident. Isroil so'nggi paytlarda g'arbiy sohilda falastinliklarga qarshi ko'chmanchilar tomonidan qilingan hujumlarni cheklash bo'yicha xalqaro bosimga duch kelmoqda. 2,7 million falastinlik yashaydigan g'arbiy sohil Isroil bilan birga kelajakda Falastin davlati tuzish rejalarining markazida turib kelmoqda. BMT falastinliklar va dunyoning aksar davlatlari g'arbiy sohildagi yahudiy qo'nish joylarini xalqaro huquqqa zid deb hisoblaydi. Isroil esa bunga qo'shilmay yer bilan bog'liq bibliyaviy aloqalar va xavfsizlik masalalarini dalil qiladi. Hozirda g'arbiy sohilda taxminan 500 ming isroillik ko'chmanchi yashaydi. BMTning eng oliy sudi o'tgan yili Isroilning Falastin hududlarini ishg'ol qilishi va u yerdagi qo'nish joylari noqonuniy ekani hamda ular tugatilishi kerakligini bildirgan edi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil oktyabrdan 2025-yil oktyabrgacha g'arbiy sohilda mingdan ortiq falastinlik halok bo'lgan. Ularning aksariyati xavfsizlik kuchlari operatsiyalari davomida, bir qismi esa ko'chmanchilar zo'ravonligi oqibatida. Shu davrda falastinliklar hujumlari natijasida 57 nafar isroillik halok bo'lgan.